Mani kichkinaligimdagi nenormalniy fantaziyalarim shaytonni to'g'ri yo'lga solishga harakat qilardim. Nimaga esimda yo'q, lekin shayton chap yelkamda o'tiradi deb o'ylardim и постоянно chap yelkam bilan gaplashardim. Sen unaqa qilmagin. Sen yaxshisan. Sen tavba qilsang, Xudo seni kechiradi. Bitta hozir kulyapman, tagida na polном серьезе. Iltimos etinglar, что men bitta unaqa emasman. Keyingisi bu qanaqadir mashhur, chiroyli aktyorni ko'rib qolsam, men uni tanimaydiganga olardim o'zimni. Shuning uchun u meni sevib qoladi. Prям 100%. Tipa meni xayolimda voy qanaqa aqlli qiz, ani boylikka ahamiyat bermas ekan, meni kimligimni bilmasdan sevib qopti. Masalan, Justin Bieber, Burak O'zchivit shunaqa qiladi deb o'ylardim. Men takoy, menga umuman mol dunyo qiziq emas. Yana eslayman, kichkinaligimda ota-onamga savol berganman, bolalar qayerdan paydo bo'ladi? Meni qayerdan olgansizlar? Sizlarni Layli olib kelib tashagan, kapustani ichidan topfagan, lekin lekin bir sandiq pulga almashgan. Menga unda to'g'ri shunaqa deyishgan. Ya'ni ularni tushuntirishi bo'yicha katta sandiq ichiga to'la pul qo'yishgan, огородga qo'yib qo'yishgan. Ertasi kuni sandiq ichida men bo'lganman. Shunaqa gaplar, guys. Bilaman, yoqib qoldim, shuning uchun obuna bo'lib qo'ying.